Sirdaryo viloyatida mehnat munosabatlari bilan bog'liq navbatdagi huquqiy nizo sudgacha yetib bordi. Tuman tibbiyot birlashmasi bosh shifokori muassasa bo'lim mudirini jarrohlik amaliyotlari uchun bemorlar va ularning yaqinlaridan olingan mablag'larni shifoxona hisob raqamiga kirim qilmaganlikda ayblab, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilgan. Mazkur qarordan norozi bo'lgan bo'lim mudiri o'z huquqlari buzilganini bildirib, Sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasining Sirdaryo viloyati kengashiga murojaat qildi. Murojaat asosida o'tkazilgan o'rganishlar davomida mehnat shartnomasini bekor qilish jarayonida qonunchilik talablariga to'liq rioya etilmagan bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Shu bois mazkur nizo fuqarolik ishlari bo'yicha Oqoltin tumanlararo sudida ko'rib chiqildi. Sud majlisida tomonlarning vajlari atroflicha tinglanib, ishning barcha holatlariga huquqiy baho berildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mag'firat Xudoyberdiyeva tanishtiradi. Tuman tibbiyot birlashmasida 16 yildan buyon ishlab kelayotgan bo'lim mudiri birlashma boshlig'ining unga nisbatan shaxsiy adovati borligi sababli muqaddam ham asossiz ishdan bo'shatilganligini, sud qaroriga asosan ishga tiklanganligini ma'lum qildi. Ushbu murojaat yuzasidan o'tkazilgan o'rganish jarayonida haqiqatdan ham ish beruvchining buyrug'i mehnat qonunchiligiga zid ravishda qabul qilinganligi aniqlandi. Ya'ni ushbu buyruq qabul qilinishida ish beruvchi Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasi kasaba uyushma qo'mitasining roziligini olmagan holda bekor qilingan. Shundan so'ng fuqarolik ishlari bo'yicha Oqoltin tumanlararo sudiga ushbu xodimni ishga tiklash va mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyruqni g'ayriqonuniy deb topish yuzasidan da'vo ariza kiritildi. Tuman tibbiyot birlashmasining bosh shifokori esa sud majlisida da'vo arizasidagi vajlarning aksariyati asossiz ekanligini, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik borasida doimiy ravishda tushuntirishlar olib borilganiga qaramay, da'vogar ta'magirlikka yo'l qo'yganligini aytib, ish yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishini so'radi. Da'vogar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 161-moddasi 2-qismi 5-bandiga asosan ichki mehnat tartib-qoidalarini bir marta qo'pol ravishda buzish vaji bilan bekor qilingan. Biroq ish beruvchi tomonidan kasaba uyushma qo'mitasi yig'ilishida to'g'risida xodimga chaqiruv xati berilmagan. Bundan tashqari xodimning yig'ilishda ishtiroki ta'minlanmagan. Ushbu xatti-harakatlari bilan ish beruvchi da'vogarni, ya'ni o'sha mehnat shartnomasi bekor qilingan xodimning o'z mehnat huquqlarini himoya qilish huquqidan mahrum qilgan. Shu bois sud Mehnat kodeksining 164-moddasi talablaridan kelib chiqib, da'vogarni ishga tiklash, majburiy propiska kunlari uchun 26.302.302 so'm miqdoridagi ish haqlarini hamda 16.500.000 so'm miqdorida ma'naviy zarar undirish to'g'risida xulosaga keldi. Bugun Mag'firat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.